Rahmat. Xo'p, Shahlo, siz hozir qayerdadir o'rindoshlik asosida faoliyatini olib boryapsiz. Sizni demak faoliyat olib borayotgan firmangizmi yoki korxonangizda asosan rahbar qaysi uslubdan foydalanib jamoani boshqarib kelmoqda? Bizda ko'proq demokratik uslubdan foydalanadi. Erkin, masalan, chunki bizda ijod bo'lgani uchun hamma erkin ishlashiga ruxsat beriladi. Lekin men o'zim ham boshqa kompaniyalarda, masalan, avtoritar usulni ham qo'llab-quvvatlayman. Nimagaki har bitta usulda o'zini o'rni bor. Chunki bundan rahbarning o'zi kelib chiqib, o'sha o'zini biznesini yuritish uchun qaysinisi ko'proq foydali bo'ladi. Masalan, ba'zilar xohlaydi avtoritar usulda har doim hammasi bir xilda bo'lishini, vaqtida qilishni bir xilgilar, buni mas'uliyatini ko'tara olmaydi-da. Shuning uchun ularga demokratik usul yaxshi. Buni o'sha o'zini firmasiga qaysinisi foydali bo'layotganiga kelib chiqib, rahbarni o'zi tanlashi kerak. Buning uchun rahbarda yaxshi yetakchilik qobiliyati bo'lishi kerak. Rahmat. Va uchinchi uslubimiz bizda liberal uslub. Liberal uslub nega? Liberal uslubda jamoada demokratik tamoyillar hukm suradi. Ya'ni xodimga butkul erkinlik beriladi. U o'z xizmat vazifalarini belgilaydi va ijro etish vositasini tanlaydi. Guruhda huquqni nazorat etish deyarli kuzatilmaydi. Ya'ni bunday uslub yuqori ijodiy kuchga ega bo'lgan va ishlab chiqarish jarayoni benuqson yo'lga qo'yilgan jamoada qo'llanilishi mumkin. Ammo bunday uslub noo'rin qo'llaniladigan guruhning har bir a'zosi tashabbuskor bo'lishi bilan birga ularni ma'lum maqsad sari yo'naltiruvchi kuch jamoada bo'lmaydi va qabul qilingan qarorlar nazorati sust bo'lgani uchun ishlar bajarilmay qoladi. Ya'ni liberal uslubda demak, masalan, rahbar xodim liberal uslub orqali jamoani boshqarar ekan, demak, bu korxonaga berilgan vazifalar rahbar uchun ikkinchi darajali. Bu vazifalarni ko'proq demak, xodimlar bajarishi kerak ekanligini ta'kidlab o'tadi va berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarilmasligi uni qiziqtirmaydi. Demak, ish jarayoni amalga oshirilyapti, oylik maosh har bitta xodim uchun berilyapti, lekin ishni yuqori natijaga erishishda uni demak, rahbarlik faoliyati demak, xodimlarga nisbatan, mehnatga nisbatan ikkinchi darajali